Chillida harorat ko'tarilgan mana bugun. Deyarli 80 darajaga ko'tarildi. Qarang, hozir eksperiment o'tkazamiz. Taxminan shu yarim soatdan beri turibdi. Ko'ramiz, sharqi yo'q. Bismillah. Yarim soatdan beri turibdi. Subhanalloh. Pishvatdaydi. Endi mana shu o'rinda bitta narsa aytmoqchiman sizlarga. Biz yaqinda Jizzax ketyapmiz. Sizga aloqaga chiqingizlar, Jizzaxliklar, Jizzaxlik sahiylar, boylar, Alloh imkoniyatni keng qilib qo'yganlar. Mana shu tuxumni misolida biz ham bo'lishimiz mumkin-da. Qarang azizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jahannam olovini ochiq tavsiflab dedilar. Jahannam otashi Robbimizga shikoyat qilib dediki: "Yo Robbim, bir qismim ikkinchi qismimni yemoqda." Alloh unga 2 marta nafas olishga ruxsat berdi. Qarang, biri qishda, biri yozda. Yoz chillasida biz ko'rib turgan shiddatli issiq uning haroratidandir. Qish chillasida siz ko'rgan shiddatli ayoz uning sovugidandir. Biz safar chiqib ketyapmiz. Uylarimiz tayyor bo'lgan. Shu eng final, eng qaymoq joyiga sizni ham qissangiz qo'shilsin. Yordam qiling, befarq bo'lmang.